Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan adn.sport.ru saytida mahorat maktablari hamda davlat maktab ixtisoslashgan maktab internatlari uchun qabul komissiyani tarkibini yaratishni ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun o'sha tashkilot rahbarini OneIDs orqali tashkilot ADN sport komitetiga kirib olamiz. Kirganda komissiya oynasi bor. Hujjatlar, komissiya vakolati va komissiya yaratish. Komissiya yaratish oynasini ochamiz va yaratish tugmasi bosiladi. E'tibor beramiz, komissiya toifasi, misol uchun maqsadli komissiya turi, qabul komissiyasi, komissiyaga nom beramiz. Mana 26-27 o'quv yili uchun qabul komissiyasi. Buyruq raqami, misol uchun qaysi buyruq asosan komissiya tarkibi tuzilgan bo'lsa, ya'ni o'sha tashkilot tomonidan buyruq nashriladi bo'lsa, o'sha buyruq raqami va sanasi qo'yiladi. Demak, buyruq sanasini qo'yamiz. Sanasini qo'yamiz. Amal qilish muddatini qo'yib qo'yamiz. Demak, qo'ydik. Qo'shish. Endi komissiya tarkibini qo'shib chiqamiz birma-bir. Demak, o'lchani komissiya raisini qo'shib olamiz. Qidirish, ma'lumotlar aks etdi. Demak, komissiyadagi tarkibda lavozimi rais, telefon raqamini qo'yamiz. Saqlash. Demak, saqlandi. Xuddi shu tartibda qolgan ishtirokchilarni ham qo'shib chiqamiz. Endi misol uchun kotibni qo'shamiz. Demak, barcha rais, kotib va agrar qo'shib bo'ldik. Endi ma'lumotni saqlaymiz. Ma'lumotni saqlaganda to'g'riligiga ishonch hosil qilgandan so'ng oxirida hujjatni tasdiqlab qo'yamiz. Buni xuddi shu tartibda qabul komissiyasi tarkibi adresli komissiyada direktorni kabineti orqali kirib, xuddi shu tartibda tasdiqlanadi. Free audio post production by alphonic.com.